Assalomu alaykum qadrli dehqonlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana hozir kunli isib, ko'pchilikni pomidorida pashti 70-80% dehqonlarda muammo bargida so'lish bor, ko'chatda umumiy holatda so'lib tirilish bor degan muammolar bilan telefon qilishyapti. Gruppaga shu savolni tashlashyapti. Bunga hammalarga umumiy bir yechimini aytib o'tmoqchiman bu narsa haqida. Shu bargi bitta so'linqirab qolayotgani peripat hisobiga sok diviziyani yaxshi bo'lmagani uchun bargida kuyish bo'lyapti. Quyoshdan kuyibdi. Endi bunga kalsiy, suyuq kalsiy bor. Shu suyuq kalsiydan 10 litr suvga 15-20 grammdan qo'shib bir ketmaga 2 marta sevib qo'ringlar, o'ziga keladi. Yana bir xil holatda kelishyapti. Ko'chatda o'zi baqvat, lekin so'linqirab lanch bo'lib turibdi. Bu holatlarda mamlaqa muammodan ham bo'ladi. Mana bu ildizni ko'ryapsizlar, ildizda rivojlanish juda ham zo'r, yaxshi rivojlangan pomidor. Lekin buni o'q ildizi yo'q mana. O'q ildizi yo'q bo'lganning hisobiga ham bu bo'shashib turib, mana bu pate ildizni yetkazib bera olmayapti. Ham ko'rkurut boshlangan bunda mana. Ildizlarda ahamiyat berib qarasanglar, sariq mana bunaqa temir zangga o'xshab chirish boshlangan. Bu shuni hisobi. Yana bitta muammosi buni, mana buni ham ildizi yaxshi rivojlangan. Xuddi o'sha so'lish bo'lganining hisobiga dehqonimiz ko'p suv berib yorishgan buni. Suvni ko'p berib yorilgandan keyin ildiz kislorod ola olmaydi. Tuproqning zichligi oshib ketib qoladi. Shunaqa holatlarda ham mana shunaqa qorayishlar bo'ladi. Bunga bitta ildiz dori quyish kerak. Endi bu qaysi holatlarda quyiladi? Tupi bilan ko'chat lanch bo'lib so'lib turgan bo'lsa, iloji boricha shu Vitarus bilan Redamilni aralashtirib 10 litr suvga 5 gram Redamil, 5 gram Vitarus aralashtirib har bir ko'chatni tanasiga tekkizib 200 gramdan quyib chiqinglar. Odamlar telefon qilyapti, kapelnidan berib yuborsam bo'lmaydimi? Yo'q, kapelnidan bo'lmaydi. Mana bu tanasidan shimilib tushish kerak bu. Pate ildizdan kapelnidan berganinglar bilan mashtini o'zidan quyasizlar deysiz. Shunga bu to'g'ri kelmaydi. Iloji boricha bitta ildizdorni beringlar, bargidan o'sha kasallikka suyuq kalsiydan foydalaninglar. Suyuq kalsiyni listovoy sepsanglar 1-2 marta ketmaga o'ziga keladi. Qumlab qo'ymanglar. Ras qumladinglarmi, atrofini sal-sal ochib qo'yinglar. Chunki ildiz nafas ola olmay qoladi. Shuni hisobidan mana shunaqa ildizdagi muammolar kelib chiqadi. Ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like, podpiskalarni bosib, yaqinlarimizga tarqatib qo'yamiz. Hammalarning dehqonchiligiga Alloh baraka bersin. Suvdan qoldirmanglar o'simlikni. Kam tez normasida suvni quyinglar. Chunki tanasidagi suyuqlik ham isparena bo'lib, lotka bo'lib ketib qolish juda ham ko'p hozir.